Salom bolalar. Chorvodagi obyektga kelganmiz. 200 metr podsvetga bor edi. Ertalab 6 da yo'lga chiqib, sekin bolalarga choyga paka nima, kalbasa, non, kofe, mofi chiqib kelyapmiz. Bolalar ishlashyapti. Hozir kirib ish jarayonini bilan tanishtiramiz. Katta kichkina obyekt tanlamaymiz biz. Qo'yayotgan joyimizda o'zidan maqtanish uchun emas, bizga bu interes tilida bosayotgan like yoki kommentariy bizga kayf beradi. Kayf uchun qo'yiladi. Bu yerdan bizga klient kelsin degan maqsadda bu yerga videolar qo'ymaymiz biz. O'zimiz interes просто. Hashaga подписчикlarning ko'paysa yoki просмотр ko'paysa bizga yanada qanaqadir miqdorda energiya beradi. Yana ham ko'proq videolar qo'yamiz shunga qarab. O'zi bir esdan ko'p obyekt bor, esdan chiqib qoladi, ish bilan bo'lib, mana bemalol bizda bemalol bo'lganimizda mana shunaqa videolar olsak bo'ladi-da. Bolalar avjida ishlashyapti. Podsvetga neonoviy yopishtirib olishsa keyin ular akkuratni ular shunaqa chetlariga akkuratni kesh qo'ydi, chiroyli ko'rinadigan qilib beriladi. Endi shuni boshladik. Best master uzuri qo'ldan kelgancha xizmatda.